Biz o'z samoykamizni ikkinchi filialini Yaxshiobod tumani Yangiobod, Katta Yangiobod mahallasida Izzat ko'chasida ochdik. Sevimli teleradio kompaniyasining oldida shundoq 4 talik boksimiz o'zi tayyor, o'z ish faoliyatini boshladi bugundan. Ofisialni kecha bir kun davomida bepul qilib berdik klientlar kelish uchun. Bugun endi pullik bo'lib ishlab ketyapti. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim moshina penalarini va qanaqa turish kerakligini, samoykani qurilishiga e'tibor beriladigan joyi. Mana bunaqa 3 ta atstoniy qilish kerak bo'ladi, chuqur. Buni chuqurligi ham 2 metr bo'lsa kerak. 3 ta atstoniy. Buni birinchisiga loylari, ikkinchisiga tinib, uchinchisiga suv tozalanib kanalizatsiyaga chiqib ketadi. Va biz qilgan joyimiz mana bunaqa bu joylarning holi yana qaytadan asfalt qilamiz. Hozir bu birinchi loy asfaltni. Mana bunaqa suv kelganda ham mana bunaqa ariqlar bo'lishi kerak. Mashinadan oqqan suv kanalizatsiyaga chiqib ketishi uchun. Va hozirgi zamon talabi mana bunaqa kovrak dvigatellarimiz bo'ladi. 5 talik qo'yib berganmiz. O'zi komplektda 4 ta bo'ladi. Biz buni 5 talik qo'yib berdik va klientlar adashib ketmasligi uchun qizil ko'k shlanka qo'yib berganmiz. Hisobi qizil penaniki, suvniki ko'k bo'ladi. Va biz samoykamizning suvini 100% osmosda qolib ishlatamiz. Biz penamizni ikki xil qo'yganmiz, qizil bilan oq. Buni ikkalasi ham pastda bir xil. Aktivniga sal dozasi balandroq qo'yilgan. Bu qizilni oddiy penaga qo'yilgan hozir. Bu qizilni oddiy pena degani obishniy mashinalarga bo'ladi. Aktivni sal ximikati ko'proq bo'ladi. Bunaqa qordan keyingi asfaltni qurollarni tushiradigan, oqartiradigan narsa bo'ladi. Bu 100% osmos, bu osmos chartmas, bos. Oddiy suvga ham osmos ishlayapti. Oddiy suv bor-ku, o'sha ham osmos ishlayapti, osmos bos shart emas. Suvni o'zidan tuysangiz ham bo'ladi. Bochka bittada yo'qda, hammasiga. Bu bizning motorxonamiz bo'ladi. Motorxonaga mana bunaqa 2 tonnalik apparatdan 100% suvni filtrlab beryapti hozir. Chunki kelgan klientlarga bemalol 10 ming so'mga yuvsa ham, 100 ming so'mga yuvsa ham toza suvda yuvib chiqib ketadi. Buni alohida osmosni yo boshqani bosib turish shart emas. Va yana men aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik mendan telefon qilib so'rashadi. Mana joyim, mana qanaqa joydan olsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi. Menimcha bunaqa yo'lning ustidan sentral joy bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki biz mana shunaqa lokasiyadan tanlab yo'lning ustida va mashinalar kirish uchun ham udobli bo'lishi uchun shunaqa joyni ochdik. Sizlarga hozir lokasiyani tushuntirib o'taman. Yaxshiobod tumani, Katta Yangiobod mahallasi, Izzat ko'chasi, shunaqa sevimli teleradio kompaniyasi oldida 4 talik samoykamiz ish faoliyatini boshladi. Va kimga shunaqa samoyka uchun xizmatlar kerak bo'lsa, yo qanaqadir so'ramoqchi, bu narsa tushunmagan narsangiz bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Qurilish jarayonidami samoykani apparati bo'yicha ham bemalol bir o'rnatib tushuntirib beramiz.